Qoyil, ajoyib teleko'rsatuv ekan. Menga juda ham yoqdi. Menda bir fikr bor. Men ham xuddi shunaqa bomish hayotida yashab ko'rsammikan? Nu, yaxshi variant va barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan men Ritz Minecraft va yangi videoga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarni yana yangi videomda ko'rib turganimdan judayam xursandman obunachilar. Obunachilar qaranglar, hozirgina men televizorda o'z YouTube kanalimda do'stlar Minecraftda bitta youtuber, ya'ni Rederbmi, Rederbmidi? Da, Rederbmi do'stlar. Bitta videosini ko'rdim. Ya'ni u videoda nima qilgan bo'lmish, hayotida 24 soat yashagan do'stlar, 24 soat yoki undan ham ko'proq. Xullas do'stlar, bomish hayotida yashab qolgan do'stlar. Bugun biz sizlar bilan birgalikda mana shunaqa bomish hayotida 24 soat yashaymiz do'stlar. Qaranglar, hop, birinchi navbatda meni hamma narsam uyimda, hamma narsam tayyorlab qo'yganman. Bitta kalit bor do'stlar. Qaranglar, endi biz nima qilamiz? Qaranglar, birinchi navbatda do'stlar, uyga kirib g'irromchilik bo'lmasligi uchun uyni qulflayman. Okey, bo'ldi. Mana uyni ochib bo'lmaydi endi. Hech qanaqasiga kirib bo'lmaydi uyga. Hop, ana endigina do'stlar, endi astagina bu kalitni men mana bu do'stim Jiterga beraman. Salom Jiter, yaxshimisan, zo'rmisan? Salom bermasdan, taqlatmasa kirib kelaverdi. Mana bu kalitni olsang. Nimaga Drinks, tinchlikmi? Da, tinchlik. Shunchaki 24 soat bomish hayotida yashab ko'rmoqchiman. 24 soat bomish hayotida sen jini bo'lib qolganmisan? Yo'q, nimaga unaqa deyapsan? Bomish sen jinmisan? Shuncha yiqqan obro'ying nima bo'ladi? Obro'yim ishlasa bo'lmaydi, bu challenge prosta. Mayli, hop, challenge bo'lsa ham, lekin juda ham qiyin bo'ladi. Bu yerda senda boshqa bomishlar ham bor, seni urishlari yoki boshqa qilishlari mumkin. A, bilmadim. Ursa ham o'zim urisha olaman, hech narsa kuchim ko'p-ku. Da, lekin ular bir kishi emasda, ko'p kishi bo'ladi. Bo'ldi, ko'p gapirma. Men qarochi kalt senda. Agar kelib men sendan kalt so'rasam ham, kalt umuman berma, maylimi? Nu bir hafta, yo'q, bir kunmi, bir hafta ko'ramiz-da, xullas, maylimi? Ah, mayli, tushunarli. Bir kun bermayman-da, keyingi kun beraman. Agar fikring o'zgarib qolsa bir hafta bo'ladi, maylimi? Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, bo'pti, sog' bo'l. Mayli, charchama. Hop, okey do'stlar, ana bo'ldi, всё. Ana endi biz do'stlar bemalol butilkalarni terib, nima qilishimiz mumkin do'stlar. Mana bu yerda qanaqadir do'kon bor ekan. Jin ursa, shuncha paytdan beri qishloqda yashab, endi bilyapmanmi nima balo? Joy. Bu joymi? Bu joy bomishlar o'zlari uchun sotib oladigan joy bo'ladi. Ya'ni bomishlar do'koni, xullas, bunday olib qaraganda. Yo'g'i, ha. Boshqa do'konlarda bunaqa mahsulotlar qimmat. Bu yerda esa bomishlar uchun arzon qilib qo'yibmiz. Tushunarli. Endi bugundan boshlab men ham bomijman. Nima? Hech narsa eshitganingiz. Do'stlar, biza bo'lmasa boshlaymiz mana bu yerda mana bunaqa mayda-chuyda bakallarni va mana bunaqa xullas idishlarni terib olishni do'stlar, qaranglar. O'rmonni ichlarini ko'rish kerak. O'rmonning ichida juda ham ko'p bo'ladi deb eshitganim. Mana uni qaranglar. Yo-moyo do'stlar, o'rmonning ichida juda ko'p bo'lishadi deyishgan edi. Bitta to'ppa-to'g'ri aytishdi do'stlar. O'rmonning ichida rostdan juda ham ko'p ekan do'stlar. Nimaga desalaring, chunki do'stlar, bundoq olib qaraganda, o'rmonning ichida juda ham ko'p alkashlar bo'ladi do'stlar. Ichadiganlar sasib-chirib yotishadi. Mana shunaqa, mana shunaqa keyin biz kelamizda, mana shu o'rmonning ichida mana shunaqa bomijlar, mana shu butilkalarni terib bu yerdan ketishamiz do'stlar. O'zi aslida bunday olib qaraganda ham o'sha aroq ichadigan mana shu nimasi bo'ladi. Butilka, qarochi alkashlar ham bunday olib qaraganda mantiqan bomish hisoblanadi do'stlar. Chunki o'ziga dostoyniy normalniy odam hech qachon ichmaydi. Masalan, men do'stlar hech qachon ichmayman-da. Ana u yerda ham antiqa bakallardan bor ekanmi, nima edi? Bakallar deb qanaqadir. Qarochida hozir do'stlar suzib boramiz. O'sha yoqqa suzib emas yoki yuguribmi? Bilmadim hozir do'stlar. Ana shu yoqqa hoppa mana bunga chiqib, sakra, hoppa. Shunisi suzmayapti nimagadir do'stlar, tushunmadim. Nimagadir suzmayapman. Mayli. Okey. Menimcha 12 versiyada suzmasa kerak, yana bilmadim. Hozir mana bu yerda qo'ylarni o'ldirsak bo'ladimikan? Yo'q do'stlar, qisish kerak jimgina do'stlar, chunki agar birovniki bo'lsa, gap eshitishimiz 100%. Mana do'stlar, qaranglar mana. Antiqa bakallarim, bakallar debman, yo-mayo jimsiz, yana bakallar debman. Qarochi anaqalar do'stlar, mana shunaqalarni hech qishloqda ko'rmagandim mana. Yo'q, mana bunaqa qaranglar, mana bu yerda ko'p ekan. Mana shular hammasini olamiz, obunachilar. Okey va tepaga chiqsangchi. Hop, mana buni olamiz do'stlar. Buni ham ol, buni va mana buni olib bo'ldi. Всё do'stlar, 12 ta yig'ildi. Boshqa yo'qmikan do'stlar? Tushunmadim. Boshqa ko'rinmayapti do'stlar. Menimcha kam bo'lsa kerak. O'zi qishloq-ku do'stlar. Endi qishloqda unaqa ko'p alkashlar yo'q. Mana bu yerda ham. Bu alkashlarniki emas, mana bu aroq emas esicha do'stlar. Bu menimcha anaqa bo'lsa kerak, oddiy qanaqadir bir ichimlikmi, bir qandaydir sokmi, shunaqa
turkka o'xshash narsa bo'lsa kerak, yana bilmadim, agar adashmayotgan bo'lsam. Ну, bo'ldi, yo'q, mana bu yerda ham bor ekan do'stlar. Yaxshi, mana bu qanaqa uy? Yo'q, buni bilaman, buni bilaman. Buni ichida qanaqadir zombilar bo'ladi do'stlar. Shuning uchun bu yerga kirmaymiz. Olib kelinglar-da, mana bu yerdagi butilkalarni olamiz. Hoppa, mana buni, mana shuni hammasini olamiz. Bo'ldi, do'stlar, endi biz qishloqqa qaytamiz sekingina. Xo'p, do'stlar, mana qishloqqa ham kelib oldim. Mana bu qo'ylarni chiroyliligini qaranglar do'stlar, lekin bu qo'ylar ham birovniki, o'shaning uchun bularga teginmaymiz. Va yo'q-mo'yo, ana mashinani qaranglar zo'rligini. Tushunmadim, mana bu bu yerda ham bomj yashasa kerak. Mana bu uyda ham, bu yerga bormaymiz do'stlar. Kod qisib, men eshitgandim do'stlar, bomj bu tulka oladigan joy mana shu yerda bor deb eshitgandim do'stlar. Ya'ni mana bu joyda bu tulka sotadigan joy. Ana uni qaranglar, ana yerda ham bu tulkalar bor va mana bu yerda ham bomjlar bor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yo'q-mo'yo. O'zi juda ham qalin ekan. Mayli, vse. Hop, kelinglar-da. Hoppa, mana bu yerda yana antiqa bakal, yo'q-mo'yo, yana bakal deyapman. Qanaqa bakal? Jinnimisan, Andrits? G'alatimisan, Andrits? Voy. Birinchi marta. Bunaqa endi birinchi marta bomj bo'lishimda do'stlar, esicha oldin bunaqa bomj bo'lib ko'rmaganman. Shuning uchun endi kechirasizlar agar xatoliklar bor bo'lsa. Bakal deyapman. Chin ursin, qanaqa bakalga o'xshab ketyapti-da do'stlar. Endi nima qilay, men ham bakalga o'xshab ketsam endi emas, ayb. Keyin yana bitta narsa do'stlar, bomjlar sent bilan ishlar ekan. Dollar bilan emas, sent, oddiy tanga bilan. Assalomu alaykum janob. Va alaykum. Bomjlar tanga bilan ishlaydi deyapsizmi? Shunaqa. Bomjlarga oson bo'lish uchun tanga qilganmiz. Dollar qilsak sizlarga juda qiyin bo'ladi. Yo'q, bu tulkalar juda ham arzon. Dollar qilishni iloji yo'q. Tushunmadimmi? Siz Dris Minecraft emasmidingiz? O'sha xuddi o'zi. Tushunarli. Nega bunaqa bomj bo'lib yuribsiz? Tushunmadim. Butulka terib, butulka sotib, shunchaki nima desa bo'ladi? To'g'risini aytsam, bomjga aylanib qoldim. Nima bomjga? Kimni aldamoqchi bo'lyapsiz? Hech kimni aldamoqchi bo'lmayapman. Shunchaki sizdaqalar ham ko'payib ketdi-da, qanaqadir bomjlarda pulini yeb. Yo'q, qanaqa bomjlarda pulini yeb? Jinnimisiz? Bomjga aylanib qoldim. Kvartiramni pulini bera olmadim, shunga chiqarib haydashdi. Yo'q, yo'q-mo'yo. Mana bu 10 sentlik turadigan butulkadan juda ham ko'p teribsiz-a? Shunaqa. Jin ursin, omadingiz kelibdi. Hatto bomjlarni o'zi ham buncha tera olmagan edi. Yo'q, shunaqa. Mana bu yerda pullarni maydalab kattalasa ham bo'lar ekan. Shunaqa. Yaxshi bo'lsa ikkita mana bunaqa dollardan olaman va bo'ldi, qolgani kerak emas. Bo'ldi. Mayli, rahmat sizga, sog' bo'ling. Mayli. Ehtiyot bo'ling bomjlardan. Bizni nonimizni yeb urishlari mumkin. Yo'q, g'alati. Salom bomjlar. Ana, iflosnoringlar, jin ursin. Bizni pullarimizni, jin ursin, bizni nimanimizni yeyapti. Voy. O'zinglarni bosinglar. Voy, jinni bo'lib qoldinglarmi sizlar? Voy. Bu yoqqa iflos. Qo'laylar uni, yaramas qochyapti. Voy, obunachilar bu. Sizlar jinni bo'lib qolganmisizlar? Sizlarning pullaringizni yemayapman. Men ham bomjman-ku axir. Balo deyapsan, iflos. O'sha kuni seni telefoning, yangi telefon olganding, marras. Iflos, hali qaytib kelasan-ku bu yerga. Bajdalaymiz go'shingni, tushundingmi? Bu yomon ekan-ku. Bular do'stlar, yo'qmi? Quvalab ketishdi-yu, jinnisin zo'rg'a qochib keldim-a. Salom jitlar, yaxshimisiz? Va alaykum salom. Bomjada qochib yuribsanmi? Shunaqa. O'zi o'sha bomjlar shunaqa. O'zini komandasi bilan boshqa bomjlarga mana shunaqa ovqat, balo-batar sotishga qo'yishmaydi. Yo'q, shunaqa. Ularni qurol bilan o'ldirmasa, ya'ni qurol o'qtalmasa foydasi yo'q. Ularga kuchi yetmaydi, bir kishisan-ku. To'g'ri aytasiz. Hozir do'stlar, menda zo'r ideya keldi. Meni uyimda qurol bor edi. Hozir olib chiqaman. Hozir. Ana do'stimdan so'raylikchi. Salom jitlar, yaxshimisan? Salom, nima gap? Ana uyimni kaltini berib tur, uyimdan qurol olib chiqayin. Ana bomjlar, ifloslar meni 8 ta kishi bo'lib urib talpa qilishyapti. Senga aytgandim-ku. Bor, yuqor, uyimdan chiqib ket, sasiyapsan. Tushunmadim. Nimani tushunmading? Kalit yo'q. Kalitni ertaga olasan. Men qaytarib kelaman, qurol olib olay, keyin kelaman deyapman. Voy, yana qilib berishga. Yo'q, bermayman. Nima, bitta gapni tushunmaysanmi? 50 marta aytishim kerakmi senga? Voy, jitlar, axir bu o'zimning uyim-ku. Voy, o'zimning uyimni kaltini so'rayapman sendan. Senga bermayman dedim. Bor, chiqib ketgan uyimni sasmasdan, jin ursa, sasyapti usting. Yaxshi. Bo'ldi, baqirish shart emas. Mana sizlarga do'stlar, oqibat do'stlik mana. Mana sizlarga mana oqibat do'stlik mana.
Chin ursin bu tangalarni kichkinaligini yo'mayo. Mayli do'stlar, men bu tangalarga nimadir sotib olishim kerak, yo'mayo. Mana qaranglar, mana bu yerda bolalar o'yingohi bor. Da, oy, yo'mayo. Minecraft nimagadir qotadi. Xo'p, mana bu yerda mana bunaqa, mana bu yerda bunaqalar bor. Bu yerda esa bunaqalar. Mana bu yerda vertolyot. Do'stlar, qachondir bolalar kelganda bolalar bilan mana shu yerda ba'zi qilib o'ynashim mumkin bo'ladi. Oh, mayli obunachilar. Mayli, ularga ham insof berib qolar. Yaxshi nursin. Hozir. To'xtanglar do'stlar. Salom janob sotuvchi. Vaalaykum salom. Bu yerda bobijlarga narsa sotilmaydi. Tushunmadim nimaga? Usting sasiyapti. Bobijsan, boring qol iltimos. Bobijlar o'zida savdo marketi bor. Mayli. Shu bular ishlar shu, ha. Bular shu o'zidan ketib qopti-yu do'stlar. Meni kaltimni bergan deydi, uyimni kaltini o'zim bilardim bular bilan qanaqa gaplashishni do'stlar. Merga aytib bersam, men ham hozir meni 100% ashib bo'lmishsan, yo'qol, balobatlar deb haydab tashlaydi do'stlar. Jinosi ko'chada qoldim. Bir kunda o'tishi ham juda qiyin bo'lyapti-ku, yo'mayo. Qachon tez o'tarkan, jin ursin. No do'stlar, kelinglar-da, biz ham anavi qilamiz. Qo'yimni nimaga o'ldiryapsan, bu yoqqa? Voy, qoch. Qochamiz, qoch. Do'stlar, qochish kerak. Qo'yimni nimaga o'ldirding deb quvalab kelyapti meni. Qochish kerak obunachilar. Hozir mana bu yerdan hoppana Floslar komandasi bilan turibdi. Salom janob. Va alaykum salom. Sizga aytgandim, ehtiyot bo'lib yuring deb. Da, aytgandingiz. Men qayerdan bilay unaqa quvalashini. Quvalashi 100% edi. Bu safar ehtiyot bo'ling-da. Mayli. Hozir 20 ta qoldirsam, bo'ldi, yetadi. Mana shu 28 aytishini yana 100 ichiga tushib ketdi. Qo'ling qiyshiq bo'lsa, mendan emas voyib. Unaqa haqoratlash shart emas. Bo'lmishsan, xohlagan gapimni gapiraman. Turi qol sasiyapsan. Shunusini floslari, do'stlar, bu odamlarni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa tushunursin do'stlar, bu odamlar pulga qarab muomala qiladigan bo'lib qolishibdi. Vashshi, o'zlaridan ketib qolishibdi lekin. Do'stlar, mana shu yerda biz o'zimizning bazamizni, ya'ni o'zimizning uyimizni qurishimiz mumkin mana. Qaranglar. Xo'p do'stlar, hozirchalik unaqa katta bo'lish shart emas. Kelinglar, mana bularni olib tashlaymiz. Mana bu yerdan bundoq qilamiz. Qochay. Mana bu tushunursan, qochsachi, bo'ldi, mana bundoq qilamiz do'stlar. Tak, keyin mana bu yerdan bundoq yopamiz. Manakay do'stlar, qaranglar. Mana chotki bo'layapti do'stlar. Unchaki tepani lekin menimcha kardondan qilmaslik kerak edi. Faqat pastlarni oyoqda tayin qilish kerak edi. Issiqqina bo'lib turish uchun do'stlar, tepani hozir qumdan nimadardir, toshdan qilish kerak do'stlar. Chunki yomg'ir yoqqan paytda do'stlar, meni uyim rasvo bo'lishi 100%. O'shaning uchun hozir tosh olishga harakat qilaman do'stlar. Bo'lmasa mana bularni olib kelib yoqqan. Hozir bularni hammasini olib olamiz.